Amerikaning 45-ci qitimliq prezidenti Donald Trumpning Xitoyga qaratgan qattiq siyosati tufaylidan xalqimizning Trumpga bo'lgan qizg'inligi yuqori pallaga yetgan va Trumpning 2-ci qitimliq saylamda mag'lub bo'lganligi sababidan qattiq ma'yuslangan bir murakkab ro'yi holat bilan boshlangan 2021 yil hash-pash deguchi o'tib ketdi. Undaqda 2021 yili Uyg'urlarga nisbatan qandaq bir yil bo'ldi? 2021 yil beshida ko'pinchimizning andish qilg'inidek Uyg'ur masalasi kayniga chekingan bir yil bo'ldimi yoki Uyg'ur masalasi xalqaroning, jumladan Amerikaning texmi diqqatini qo'zg'agan va da'vo olg'a bosgan bir yil bo'ldimi? 2021 yili bizga nisbatan haqiqatan mo'l usulliq bir yil bo'ldi. Aldı bilan 7 davlat hukumati yoki parlamenti Xitoy hukumatining xalqimizga yurgizayotgan qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik deb qaror chiqardi. Londondagi mustaqil Uyg'ur sudi ilgir oxir bo'lib, jami 3 qitimliq guvohlik berish yig'ini ichib, eng oxirda Xitoy hukumatining xalqimiz ustidan yurgizgan qirg'inchilik siyosatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat degan qarorni chiqardi. Gerçi sotning qarorining Xitoy hokimiyatini jazolash kuchi bo'lmasimi, biroq sot adil hukm chiqarish orqali dunyoda har doim muttahamlarning emas, mazlumlarning ovozini anglaydiganlarning mavjudligini dunyoga jakarladi. Xalqimizga ozroq bo'lsa-mu umid bag'ishladi. Undan keyin Amerika qatorliq bir qancha davlat Xitoy hukumatining xalqimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati tufaylidan 2022 yillik Beijing Olimpikini diplomatik jihatda boyqut qiladiganligini jakarladi. Eng oxirida Amerika hukumati xalqimizga 2022 yillik yangi yillik sovg'a sifatida Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini tasdiqlab, Xitoyning xalqimizni qul qilib ishiltish orqali ishlab chiqargan barliq mahsulotlarning Amerikaga kirishini cheklaydiganligini bildirdi. Buningdan qattiq besim qilgan Xitoy hokimiyati bir tarafdan Amerikaga va bu qonunga qarshi har xil bayonotlarni e'lon qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining qurilishi va millionlagan Uyg'urlarni o'lim lagerlariga solashga bevosita qo'mondonlik qilgan Jallod Chingchuangoni vazifasidan qoldirib, uning o'rniga Mashin Ruyni atalmış Uyghur Abdunum rayonluq partkomning sekretari qilib tayinlaganligini e'lon qildi. Amerika dunyoda eng taraqqiy qilgan bir demokratik davlat. Amerikaning hukumat qurilmasi prezident, parlament va oliy suddan tarkib topgan va Cumhuriyetçiler partiyasi bilan Demokratlar partiyasi navbatlashib hokimiyat yurgizadigan bir davlat. Hokimiyat beshiga mayli Cumhuriyetçiler partiyasidagi kandidat chiqsin va yoki Demokratlar partiyasidagi kandidat chiqsin, Amerikaning ichki va tashqi siyosatini yolg'iz Amerika prezidenti bekitmaydi. Tarixdagi Amerika prezidentlarining Xitoy siyosatida ba'zi farqlar bo'lgan va ba'zi prezidentlar taxtga chiqqanda Xitoyga yurgizgan siyosati sal yumshoq bo'lgan. Ba'zi prezidentlar taxtga chiqqanda Xitoyga yurgizgan siyosati sal qattiq bo'lgan bo'lsa-mu, biroq u hargizmi yolg'iz prezidentning qarori bo'lmasdan, balki shu vaqtdagi cho'ng muhitning ehtiyoji va parlamentdagi ko'p sondagi vakillarning qo'llashi bilan yurgizilgan siyosat. O'xshashla Trump taxtga chiqqanda Xitoyning dunyoga zo'migarlik qilish maqsadi kundan kunga ochiq oshkor bo'lganligi va Amerikaning yuqori qatlamidagilar Xitoy tahdidini tunib yetganligi uchun Amerikada umumyuzlik Xitoyga qarshi ovozlar ko'payishga boshlagan edi. Buning tipik misoli sifatida 2020 yilda tasdiqlangan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunini ko'z tutish mumkin. Chunki bu qonun ayni vaqtda yolg'iz hokimiyat beshidagi Cumhuriyetçiler partiyasidagilarning qo'llashiga erishib qolmasdan, balki Demokratlar partiyasidagilarning birdaq qo'llashiga erishgan. Bu yilqi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunimi o'xshashla Amerikadagi ikki partiyaning birdaq qo'llashiga erishgan.
Shundaqla Prezident Bayden eng qisqa vaqt ichida uningga qo'l qo'ygan. Amerikalik dangliq kashfiyotchi va Amerikadagi tunji telefon telegraf shirkatini qurg'uvchi Alexander Graham Bell mundaq degan ekan. Bir eshik taqalganda cho'qim yana bir eshik ochiladi. Ammo biz doim yepiq eshikka bak uzun pushaymon bilan qarab turganimiz uchun ochilgan eshikni ko'rolmaymiz. Demak, mo'yin bo'lg'ini bir eshik taqalsa, uningdan ma'yuslanib, umidimizni yo'qotib o'ltirish emas, balki yangi eshiklarni ochishga tirishish va ochilgan yangi eshiklarni bayqashdir. Shu sababdan biz o'tgan ishlardan saboq olib, Amerikadagi ikki partiya orasidagi talash tortishga kirmasligimiz kerak bo'lganidek, o'z ichimizdagi bo'linish va talash tortishga kirib qolmasligimiz lozim. Millat uchun xizmat qilayotgan hech kim va har qanday tashkilot mukammal emas. Tanqid ilgirlashimiz uchun foydali, ammo bir odam yoki tashkilotning ma'lum kamchiligini tutib olib, uningga hujum qilish va yo'q qilishga urinish Xitoyning qilolmagan ishini qilib berish deganlik bo'ladi. Agar bir ish millatga foydali ish bo'ladigan, uni qilgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, u ishni qo'llash eng aqalli vatanparvarlikdir. Rossiyalik mashhur tarixshunos Peter Kropotkin mundaq degan ekan: "Umidsiz inson inqilob qilmaydi. Chunki inqilob qilish umiddan shakllangan harakatdir. G'alba umidini yo'qotmaganlar bilan birga, g'alba kelgusiga ishonch bilan baqqanlar bilan birga. Tong atmaydigan kecha yo'q. Qahrdan qishdan keyin cho'qim bahor keladi. 2022-yilning biz uchun texmi ko'p eshiklarning ochilishini, xalqimizning balduroq erkinlikka chiqishini umid qilamiz."